Assalomu alaykum azizlar. Hozir biz travmatolog va ortoped Qodirov Rasulbek Olimovichdan ijtimoiy tarmoqlardan keladigan savollar uchun javob olamiz. Qani ketdik. Mumkinmi? Keling, marhamat. Singandan keyingi to'liq tuzalish vaqti qanday bo'lishi mumkin? Singandan keyingi tuzalish vaqti bu sinish turiga bog'liq. Agar sinib siljimagan, oddiy dars ketgan holatda bo'ladigan bo'lsa, gipsli balg'amlar bilan 18-21 kungacha gips qo'yiladi. Onlayn konsultatsiyaga qanday qaraysiz? Sinish turi bo'lmasa, oddiy ushib, oddiy lat yeyish bo'ladigan bo'lsa, doktor murojaatsiz ham oddiy og'riq qoldiruvchi tabletkalar bilan bemalol yordam bersak bo'ladi. Travmalarning og'ir darajasi, surunkali darajasi bo'lsa, обязательно offline konsultatsiyani maslahat beraman. Singanda har doim operatsiya qilinadimi? Yo'q. Agar mabodo sinishlar, sinib siljish holatlari bo'ladigan bo'lsa, konservativ lecheniyadan ko'ra operativ lecheniya tanlanadi. Konservativ davoda gipsli bog'lamlar maslahat beriladi.